Hurmatli do'stlar, hurmatli hurmatli kuzatuvchilar, bugun 12 mart 2025-yil navbatdagi 2 xonalilikni afzal qilamiz. Eski 4 qavatlik binolardan bo'ladi. Ikkinchi qavatida joylashgan 2 xonalik kvartiramiz sotuvga chiqqan. O'rtada joylashgan ekan. Hop. Mana shu kirish eshigimiz kirib kelishda prixoshka bo'ladi. To'g'rimizda alohida bo'lgan, qarang, bittasini shkaf, bittasini kladovka qilsak bo'lar ekan. Ikkala tomonga qaralgan xonalari. Chap qo'lda birinchi xonamiz, buni mehmonxona qilamiz. Ikkala tomon ham devorga qaralgan, tinchgina joyga joylashgan ekan. Hop, akfa alyumindan ekan. Barcha derazalari bir qavatlik oyna. Hop, ikkinchi xonamizni ko'ramiz. Buni mehmonxona qilamiz. Hop, ba'zi bir joylarda remont talab joylari bor ekan. Mana shu prixoshkamiz plastik dekor qilgan ekanlar. Buni endi sekinlik bilan almashtirsak bo'ladi. Mana ba'zi joylar singan ekan. Hop, sanuzilimizni birlashgan ekanlar. Birinchi sanuzilimizni ko'ramiz. Birlashgan. Hop, bu sanuzilimiz ham tepagacha plastikdan obshivka qilingan ekan. Va oshxona joyimiz. Endi bu joyni ovqatlanish zonasi qilamiz va mana shu joyga pishiriqlar zonasini qilgan ekanlar. Qo'l bola isitish moslamasi bor ekan. Menimcha bu ishlab turibdi. Mana buni qo'shsangiz, xonalarda radiatorlarni ko'rdim. Radiatorlar bilan isitiladi. Mana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi, aziz do'stlar. Samarqand shahar eski Beeline hududi bo'ladi. Xo'p, bu joydan vokzal ham yaqin, Pavarot ham yaqin. Orientir bo'ladi. Kiwi deydi, yaqinda ochilgan supermarket yoki Fresco kafesi. Bu hududimiz juda qulay joyda joylashgan. Maktab, bog'cha va boshqa kerakli bozor deysizmi, do'konlar deysizmi, qulay joyda joylashgan hamda kommunal gaz, suv, svetlari juda a'lo darajada. Travmatologiya ham juda yaqin joyda joylashgan. 4 qavatli eski binolarning ikkinchi qavatida 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan, o'rtada joylashgan ekan. Narxini 44 ming deyaptilar. Buni ipoteka qilsa ham bo'lar ekan. Qiziqqanlar tezdan aloqa chiqamiz.